Siz bu natijani ko'rib hayron qolishingiz aniq. Bugun tabiiy quyosh sharoitida singan va butun Jinko quyosh panellarini tekshirib, solishtirib ko'ramiz. O'lchov jarayoni Toshkent shahri 11-aprel 2025-yil 14:50 da amalga oshirilyapti. Harorat 30 gradusdan baland va quyosh intensivligi 920-930 watt metr kvadratiga. Quyoshga turibmiz tikka 502 bo'ldi. Tak. 502. Bo'ldi, 502 da o'tmadi. Singan panelni ko'ramiz. 333 watt. Bo'ldi, tak, 334 maksimum singan panelda. Demak, 555 wattlik Jinko butun panelimiz bizga 502 watt beryapti, singan panelimiz 334 watt beryapti. 10 hisobda 30% dan 40% gacha energiya yo'qotilishiga olib kelyapti singan panel. Shuning uchun singan panellarni foydalanmang. Yana bitta tomoni singan panellarni singan joylarda yoz mavsumida yong'inlarga ham olib kelishi mumkin. Quyosh panelchilarga videoni jo'natib qo'yamiz va qaysi brenddagi quyosh panellarini o'lchab ko'rsatishimizni xohlaysiz? Albatta yozib qoldiring. Agar siz malaka oshirish kursimizga kelsangiz, biz birga siz bilan o'lchab ko'rishimiz ham mumkin.